Kosonsoy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 2-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti har kuni bolalarning xursand ovozlari, tarbiyachilarning mehr va e'tibori, rahbariyatning mas'uliyatli mehnati bilan boshlanadi. Bu bog'chaga kelgan bolajonlar ilk qadamlardanoq muvaffaqiyatga intilishmoqda. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Shahribonu Ramazonova rahbarligidagi bog'chada tartib, tozalik va bolalar uchun xavfsiz muhit yaratilgan. Ertalabdan tozalik va bolalarning salomatligiga alohida e'tibor qaratiladi. Muassasada bolalarning salomatligi va xushholligini saqlash uchun maxsus nazorat tartibi amalga oshiriladi. Tarbiyachilarning fidokorona mehnati va ijodiy yondashuvi tufayli bolalar nafaqat bilim olishmoqda, balki turli yutuqlarga ham erishmoqdalar. Viloyatlararo o'tkazilgan mental arifmetika bo'yicha olimpiadada bizning 15 nafar tarbiyalanuvchilarimiz oliy 1, 2 va 3 o'rinni olib, respublikaga yo'llanma oldilar. Buning ortida tarbiyachilarning mehrli va bilimli munosabatlari katta rol o'ynaydi. Ular har bir bolaning qobiliyatini aniqlab, uning orzularini amalga oshirishga yordam beradilar. Darslar zamonaviy usullar bilan o'tkaziladi. Bolalarning ijodiy faoliyati, nutq madaniyati va jismoniy rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi. 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 41 nafar ishchi, pedagog va xodimlar faoliyat olib boradi. Shahribonu Ramazonova jamoat tarbiyachilarining malakasini oshirishga ham jiddiy e'tibor beradi. Muassasada muntazam ochiq darslar, tajriba almashish seminarlari va amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu tizimli ishlash usuli ta'lim sifatini yanada oshiradi. 2025-yil 19-martda qabul qilingan ilk 1-sonli farmonini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining oylik maoshlarini oshirilishi biz rahbarlar zimmamizga katta mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. Bog'chada bolalarning sog'lom ovqatlanishi, muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishi va toza muhitda ta'lim olishiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bu yerda bolalar uchun o'yin maydonlari va dam olish burchaklari ham yaratilgan. Men rahbar bo'lish bilan birgalikda 6-Gulbog' saylov okrugidan deputat bo'lib saylanganman. Har bir rahbar xalq g'ami bilan, xalq dardi bilan yashash kerak. Ularning muammolarini o'z vaqtida hal qilish kerak. Men maktabgacha ta'lim tashkilotidagi faoliyatim bilan bir qatorda o'zimni bo'sh vaqtimda mahallalarga o'rganishga chiqaman. Murojaat qilgan fuqarolarning murojaatlarini ijobiy hal qilishga o'zimni imkoniyatimdan foydalanib, yordamimni o'z vaqtida berishga doim harakat qilib kelaman. Ota-onalar bilan hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Ularning fikrlari va takliflari doimiy ravishda eshitiladi. Farzandlarning rivoji va yutuqlari haqida fikr almashiladi. Men o'zim mana shu yaqin 40 yillik ish tajribamdan kelib shuni aytamanki, biz masalan 86-yilda ish boshlagan bo'lsam, bizga bunaqa maktabgacha ta'lim sohasida ishlash imkoniyati, sharoitlar bo'lmagan. Shu bilan birga 2-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasi ota-onalarga, tarbiyachilarga va bolajonlarga fidokorona mehnatlari, ishtiyoqlari va tabassumi bilan yordam bergani uchun o'z minnatdorchiligini bildirishmoqda. Prezidentimizga ming rahmat. Maktabgacha ta'lim sohasini, maktablarni qishloq xo'jalik ishlaridan ozod etib, faqat bolaga ta'lim tarbiya berish degan narsani mana bizga hozir sharoit qilib berdilar. Ular har bir bolaning shodligini va muvaffaqiyatini oiladek qadrlashadi. Bu bog'cha nafaqat bolalarning birinchi ta'lim maskani, balki ularning ilk muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlovchi, orzularga yetaklovchi muhit bo'lib, ma'naviy va jismoniy rivojlanishga xizmat qilib, har bir bolajon uchun yorqin kelajakni shakllantiradi.